Sen bu qorning bilan armiya emas, raddoma borasan. Yo'q ol. Yo'q ol dedim. Tavba etdim. Yotan, yiyan. Akangisi kim? Kelin. Doktor, bugun kombat jiyanlar kelar-kan. Qiynamasdan o'tkazarkansiz. Balli ham menga o'rgatib o'tibsizmi? Kimni qiynab, kimni qiynamay o'tkazishni o'zim yaxshi bilaman. Ras kombatni jiyani kelib o'tiran bo'lsa, boringdoni choy qo'ying. Assalom doktor, mo'jdami? Tavba etdim. Kombatni jiyani invalidmi yo? Bayag'ara ko'z urishtirish o'ynaymizmi? Kim birinchi ko'zini yumsa o'sha negodin. Boshladik. Ishdan dalsam shunga negodin bosingmi? Uyda bachalar bor-da. Ey uka, ber kelay. Savollar juda oddiy. Birinchisi, Amerikaning prezidenti kim? Boshqar bitta. Ha, tebisi oson-ku, Putin. Men nima ish etaman endi buni? Qisman to'g'ri. Ikkinchi savol. Aha. 3 burchakda nechta burchagi bor? O doktor oson savol beraman deysiz-ku, men uchun mantiqqa ketib qopsiz. Buni qiyin. Aytib o'tibman, 3 ta burchagi bilan 3 burchakda nechta burchagi bor? O'ylash kerak edi hozir. Cho'qista. Ya qizlari, dunyo chappa oldi-ku. Tak, yurda bo'ra. Kel, men sen meni qiynamadoni bir yaxshi she'r ayt, men sana men shunday yuboraman. Ayt. Ustachaga o'tirdim, taqsimchani sindirdim. Hech kim buni ko'rmadi, demoqchim cho'q. She'riyatni ham yeb ichanagansana. O'zim yozgan. Bayag'ara domnozik o'ynaysanmi? Yeysan, qo'ling yo'q-ku. Kambat pichi binoga tushyapti-da. Ukaman qara. Sen armiyaga boryapman. Askarlar ishi umuman aralashmaysan. Kazarmaga kelanda 4 ta 5 ta yaxshi she'r aytib kayfiyatini ko'tarsang bo'ldim. Ma, armiyaga ketding, yo'q bo'l. Doktor, Ha, doktor o'ylab bedoktor qoling. Yubordim. kim yubordi? Kombat jiyan endi keldi-ku. Ish ko'tiga objish qo'yibmiz-ki.